Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida aytadilar, ikkita ne'mat bor. Ikki ne'mat borki, insonlarning ko'plar buni qadriga yetmaydi, bilmaydi. Shuning biri nima? As-sihhat. Sihhat salomatlik. Joriha a'zolarimizni sihhat salomatlik, ya'ni sihhat salomatligimizni asrashligimiz. Bu Allohning ulug' ne'mati bu. Ertaga qiyomatda bu joriha a'zolarimizni sihhat salomatligidan so'ralamiz qiyomatda. Ming afsus bo'lsin, bu mavzuni ochishligimiz, yoshlarimiz ham o'tiribdi bu joyda. Hozir aksar yoshlarimiz ana aql xushi olib qo'yadigan turli xil dori vositalarga o'rganib qolishgan. O'shani ichib olib, chekib olib, xohlagan jinoyatlarga qo'l urishyapti. Sog'liq ketyapti. Turli xil jinoyatni sodir qilib qo'yishyapti. Kelajaklarini qirqib qo'yishligiga sabab bo'lyapti ana shu turli xil aql hushi oladigan dori vositalari, giyohvandlik moddalari, psixotrop moddalar. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda va la tulqu bi aydikum ila tahluka deydi. O'zingni o'zing halokatga tashlama deydi Alloh azza va jalla. O'sha psixotrop moddalarini ishlatish, iste'mol qilish, giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish, odam o'zini o'zi halokatga tashlash. Alloh taolo tashlama o'zingni halokatga deyapti. Alloh tashlama desa o'zini tashlash. O'zini o'ldirish bu. Vala taqtulu anfusakum. Boshqa bir oyatda Alloh taolo o'zlaringizni o'ldirmang deydi. O'zini o'zi o'ldirish bu. Giyohvandlik moddalarini iste'mol qilishda, aql hushi oladigan shunaqangi dori vositalarini iste'mol qilish, odam o'zini o'ldirish, o'zini o'zi halokatga tashlash bu.